Ushbu loyiha Asaka bank tomonidan moliyalashtirilgan, amalga oshirilmoqda. Loyiha Navoiy viloyati Navbahor tumani Qilotepa hududida joylashgan 196 kontur. Maydon jami umumiy maydoni 10 gektarlik hudud. Hozir bu yerda pomidor ekilgan. Ekinlar holati mana pomidorlar ekilgan, yaxshi rivojlanmoqda, mana gullagan. Ekinlarni yetishtirish muddati 90 kun. Parvarish jarayonlari, sug'orish ishlari olib borilmoqda. Mineral o'g'itlar hammasi o'z vaqtida berilib borilmoqda. Loyiha Asaka bank tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanmoqda. Loyihada 12 ta dehqon xo'jaliklari mavjud. Har bir dehqon xo'jaliklariga o'rtacha 80 sotikdan joylari bor. Loyiha tashkil etishda Jaspina moy mahsulot cheklangan jamiyat kooperativ sifatida ishtirok etmoqda. Rejaga ko'ra har bir gektardan o'rtacha 30 tonna atrofida pomidor mahsuloti olishi hisob-kitob qilingan.